Hello tabaqli obunachilar, sizlar bilan men o'sha Hirosan. Bugungi videomizda sizlar bilan birga Real Gangster Crime o'yinini mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Buni bilsin video boshlashdan kanalga biling, like va qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Qanunda biz videoni boshladik. Do'stlar, bu aytib o'tsam avvalambor GTA o'yiniga juda o'xshar ekan. Endi jamas o'yinga o'xshar ekan. Nerede lan bu? Diye bizi topunca vurma. Öldürdüm. Şimdi maşına gelmektenmiz. Ana bundan oldu. Bana onu nasıl? Qo'shiq tanlasak bo'lar ekan. Menga mana shu yoqdi. Ketdik desa. Biz qayerga ketyapmiz? Yo, bu avtomatmi? Nimadir deyapti bizga. Kirarkanmi? Ne kirsak? Ama onu sotib olarkanmiz. Do'stlar, bizda to'pponcham bor. Bu nima? Yo, kerak emas. Yo, bu nima? Real Gangster Crime. Politsiya o'tib ketsin, mana shu bratda. Brat mashinangizni berib turing. Politsiya ko'rmadimki. Nima bu endi? Nima qiladi bu bilan? Ursam politsiya bo'ldi. Do'stlar, men bu o'yinda oldin ham o'ynab ko'rgan edim. Aytaman, qandaydir tanish o'yin desam. Do'stlar, bizda harbiy hudud bo'ladi hozir. Mana bog'larda bo'ladi hozir. Mana harbiy zona. Mana bu yerda samolyot bo'ladi, mana bu yerda ikkita vertolyot, mana bu yerda tankerlar bo'ladi. Mana shahar. Mana bu yerda shahar. Biz hozir mana bu yerda turibmiz. Demak, biz harbiy hududga borishimiz kerak do'stlar. Bu yerda eng tez yuradigan mashinani topsam sizlarga ko'rsataman. Hozircha eng tez yuradigan mana mashina usti. Do'stlar, o'sha eng tez yuradigan mashina. Mana shu. Eng tez yuradigan. Brat avtomatim bor. Brat urib ketaman, qochib yurdi. Mana do'stlar, nima uchun tez deyapman? Hozir biz tepalikka chiqyapmiz, shuning uchun. Nima bo'lyapti mana? Nima tusharkan do'stlar? Omadim keladimi, yo'qmi? Yo'q. Avtomatim bittaga ko'paydi do'stlar. Mana bu yerda xarita bor do'stlar, shu xarita bo'ylab yursak chiqadi. Mana do'stlar, mana tezlikni qaranglar. Просто tek uchyapman. Endi burilamiz biz. Bu mana bu yerda aylanib boramiz. Mana shu narsani dahshat yaxshi ko'raman, qaranglar. Do'stlar, harbiy hududga kirganimizdan birdaniga o'zi nima desam ekan, ketadi. O'zi birdaniga hujum qilib ketadi bizga. Shuning uchun harbiy hududga kirishni sekinlashtiramiz.
Hoş ko'rasizlar do'stlar, birdaniga mabag'da qizil narsalar chiqib ketadi. Biz tezroq vertolyotda olib surishimiz kerak. Bir kuch ketdi, qaranglar. Ko'rlarim xaritadan qizil narsa chiqdi. Bizga qarshi shular hammasi. Biz bularga tupurib qo'yganmiz. Mabag'larda tanki bo'lardi, adashmasam, mana tanki. Mana bog'da tanki. Bu yoqqa harbiylar. Yur, jonim kam qolyapti, yur. Bu yoqda raketa o'taram bor do'stlar. Raketa o'tab kelishini olmay qochib ketishimiz kerak, chunki sekin o'ldik. Mana biz qochdik do'stlar, ancha narsamiz bor endi biz. Buncha raketa o'tyapti do'stlar. Do'stlar, mana bu narsa badga tegib ketdi rosti. Mana bog'da samolyotdan bo'lish kerak edi mana. Shu an portlatib ketmasam tinchimman. Do'stlar, 3 yulduzli bo'libmiz. 4 yulduz bo'lgandan keyin bizni o'ldirishga vertolyotlar keladi. 5 yulduz qilaylik, 5 yulduzga tanki keladi. O'ldir mana shuni. 4 yulduz. Ana uch polisamoshlar. 5 yulduz bo'ldik do'stlar. Aytdim mana shu birat keladi. Birat sizdan yaxshimi, shuni bilasizmi? Samolyot o'ldirganimiz uchun sovrin ham berishdi. Biz portlatib tashlaymiz do'stlar. Do'stlar, biz shaharga boraylik, katta shaharga. Bu shaharda keyin biron nima qilarmiz. Nimadir chiqdi, bu narsani bo'lsa esa nimadir bo'ldi. Mana u kuchaytirsa bo'larkan. Kuchaytirsa bo'larkan. Bizni bu yerdan kimlar kutib olar ekan? Bu yerda bizni kutib oladiganlar bormi? Mana ikkita kutib oladigan. Birat kerak emas hozir. Ana ketdi do'stlar. Do'stlar, artefaktni muxlislari bo'lsa kommentariyaga kirib artefakt legenda deb yozib ketsin. Qani artefaktni qancha muxlisi bor ekan? Agar rostdan ham artefakt yaxshi ko'rsalaring, kommentariyaga artefakt deb yozib ketinglar. Rekord yaxshi ko'rsalaring, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Qani ko'ramiz, artefaktni muxlislar ko'p ekanmi yo rekordda. Do'stlar, 5 yulduz biz tanki ham ketdi. Terminator ham chiqadi. Nimaga tank o'lmaydi? Bu nihoyatda tank o'ldi. Do'stlar, juda 5 yulduzli bo'lish yaxshi emas.
Böyle konağımız. Mana o vertolyot üstüge konağımız. Ha vertolyot bizim ko'tararkan. Ha, tukun. Qo'ndiramiz. Keyin oxirida babam. Bam. Hozir nima bo'ldi do'stlar? Qanaqasiga men o'ldim? Mayli, kerak emas. Biz shunchaki endi tinch yuramiz do'stlar, tinch yuramiz. Atrofda aylanib, mana birat dahshat o'ldirgandan keyin bir dunyo pul chiqadi. Birat tinchlik bizga emas. Pulni bering ya. Birat pulni bering, otmayman. Birat yaxshilikcha pulni bering. Urdi meni. Biratdan mana shu biratdan pulni olay, bo'ldi, ketaman. Ha, kız biratga. Biratdan mana shu biratdan pullarni olay. Mana do'stlar, bir dunyo pul tushdi. 185 o'qdi. Biratdan Messiga nima qildim? O'tmaylar iltimos. Uzun so'radi. Do'stlar, biz zato pul oldik. Keyin bratanlardan ham qochib ketdik. O'sha bratan. Opa, bunaqa kiyinib yurish uyat bo'ladi. Tanimiz. Do'stlar, eng yomon mashinaga minganman, qaranglar. Drift qaranglar. Sizlarga haqiqiy drift ko'rsataman. O'xshamadi-ku. Endi o'xshay qaranglar. Bo'lmaskan do'stlar, adashib. Urg'orma politsiyani. Zo'r ish qildim. Do'stlar, bo'ldi, endi biz tinchgina yurib shu atroflar ko'zdan kechiraylikchi, nimalar bor ekan bu yoqlarda. Mana qizilga ko'rinmasaki, yulduzcha yaqinda uchib ketadi. Aşağıdan qochib chiqib ketsak, yulduzcha uchib ketadi-da. Yulduzcha uchib ketsa. Telefon qilmang. Uchib ket, yulduzcha tez uchib ketsa, keyin biz shaharda tinch aylana olamiz. Do'stlar, yulduzcha tezroq uchdi. Ketdi endi. Biz doktormiz. Ha, shu qadrlaylikchi.
Eshitmaymi? Yo'q do'stlar. Biz katta shahardamizmi? Nima bu endi? Qayoq ekan endi u? Birat urmadim. Qani bu qayoq ekan? Bir ko'raylik. Cho'ta bizga bor deyapti. Neyse qog'ozni burlamiz. Adashmasam mana yetib keldi. Yo-mayo. Deyaqqamas aniq bizga. Deyaqqamas. Shahar xohlagan joyimizga borsak bo'ladi. Yo, bu yoqdan xohlagan joyga borsak bo'lar ekan. Masalan, do'stlar qayoqqa? Mana. Yo, metrodan chiqib bordik. Yo, nahotki biz shu yoqqa kelib qoldik. Yo-mayo, deyish kerak shu joyda. Do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar shu o'yinda yana bir marotaba o'ynab boshqa narsalarni ham ko'ramiz desangiz, kanalga obuna bo'lib va kommentariyaga kirib ikkinchi qismini chiqaring deb yozib ketinglar. Unda bilsam biz videoni tugatamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.